Assalomu alaykum hammaga. Aziz obunachilar, Dehqon aka qaytdi O'zbekistonga. Xudo xolasa bo'lyamizda biz. Bexa o'zimizning legendarniy olma bexilar. Holatlari zo'r, xudo xolasa deyarli 1,5 qarich bo'ldi. Xudo xolasa holatlari zo'r ekan. Ikkinchi oblonkaga tayyor bo'libdi ertadan ishga. Auzer noklarimiz ko'klashi deyarli 100 ga 100 bo'libdi. Zo'r ish ekan. Bitta abat fitel. Bu tomon Karmen tomonicha Silvera bo'lib qo'ygan. Xudo xolasa 2-3 kundan keyin xurmomizni ham payvandga tayyorlaymiz. Bu tomonda Big Bang Bonreal yangi naqshaftonimiz. Ushlashlari deyarli 80%, 95% gacha. Xudo xolasa ishlar kutitlar holati zo'r, chopoqlar bo'lgan. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa kunda qo'yib boramiz, qilyapmiz ishlarimiz.